Xo'p, 4774 quyidagilardan qaysi biri ayniyat? Ayniyat degani misol uchun 4 4 ga tengmi? Yoki 0 0 ga tengmi? 2 tengmi 3 ga? Mana bular teng bo'lib turgani ayniyat deyiladi. Tushundinglar? Ya'ni ikkala tomon tengligi ayniyat ekan. Bu ayniyat emas. Endi biz ham hozir xuddi shu narsalarni ishlatamiz. Xo'p, birinchisi. Qaranglar. Hammasi formula bo'lib turibdi. Sezyapsizlarmi? Mana bu qaysi formulani beradi? 1 taqsim 1 plus tangens kvadrat alfa. 1 taqsim tangens kvadrat alfa nimani berar ekan? Kosinus kvadrat x, to'g'rimi? O'rniga olib borib yozsam bo'ladimi? Shunda kosinus kvadrat x plus sinus kvadrat x nima chiqadi javobi? 1. 1 tengmi 1 ga? Ya'ni bu ham 1 bo'lib qoldi. O'ng tarafda ham necha turibdi? Birinchi hisoblanar ekan. To'g'ri kelsa, sizga qo'yib qo'yamiz. Tushundinglar? Savollar bormi? Mana o'rni almashtiring. Birinchi sinus keyin kosinus mana birinchisiga kelib qoladi, birinchisi. Tushundinglar? O'zimiz formulaga olib qo'yamiz. Ha, o'zinglar olib qo'yaverasizlar bu. Buni hammasi mana bu yerda berilgan, hammasi bor. Keyingisi 1 taqsim kotangensligi. Mana bu yozdim. Mana bu narsami? Sinus kvadrat nima ekan? X. Demak, olib buni o'rniga shu narsani yozsam bo'ladimi? Birmi? 1 tengmi 1 ga? To'g'ri kelar ekan bu ham. Demak, bu ham ayniyat ekan, ikkala tomon teng. Keyingisida 1 minus sinus kvadrat alfa. Mana bu narsami? Nimaga teng bu? Kosinus kvadrat alfaga. Olib kelib yozsam bo'ladimi buni o'rniga? 1 plus tangens kvadrat alfa. 1 plus mana qarang, 1 plus tangens kvadrat alfa. Mana bu narsami? Buni ko'chirsam bo'ladimi? Ko'paytirilgan 1 taqsim kosinus nima bo'ladi? Bu ikkalasi nima qiladi? 1 tengmi 1 ga? To'g'ri kelar ekan bu ham. Oxirgisi qoldi. Xo'p, sinusga tegmay turaman. Sinus kvadrat alfaga tegmaymiz. 1 plus kotangens kvadrat alfa. Mana bu narsami? Bu nimaga teng? 1 taqsim yozib olamiz. 1 taqsim sinus kvadrat alfa. Minus nimasi turibdi? To'g'rimi? Mana bu ikkalasi nima qiladi? Qisqaradimi? Bu yoqda nima qoldi? 1 minus kosinus kvadrat. Bu nimaga teng edi formuladan? Kosinusmi? Birinchisi mana qaranglar. Nimaga teng ekan? Sinus kvadrat alfa. To'g'rimi? Mana 1 minus kosinus kvadrat alfa emas. Nimaga teng ekan? Sinus kvadrat alfaga. Tushundinglar? Xo'p, o'ng tarafida nima turadi? Sinus kvadrat alfa. Bu chap tomonning javobimi? Ikkalasi tengmi bir-biriga? Bu ham nima ekan? Demak, javob hammasi ekanda. Tushunarli? Dami? Kim tushunmadi, so'ranglar. Yorunxonov, Behruz. Yorunxonov tushunyapsizmi? Sardor. Mirjalol. Qizlasizlarchi? Tushunyapsizlarmi? Mubina. Shahrizoda. 703 da soddalashtiring deyapti. Qaranglar. Bunga tegmay turaman. Kosinus alfa turib turaversam. Sinus alfaga ham tegmayman. Kotangens alfa nima deb yoyardik? Mana bu ikkalasi nima qiladi? Qisqaradi. Nima qoldi? Minus kosinus alfa. Bu nimaga teng? 0 ga. Bormi javob? Qaysi javob ekan? B. Bami? Xo'p, keyingisida qaranglar. Alfamiz pi taqsim 6 ga teng bo'lsa, mana shu narsani hisoblab bering deyapti. Nima qilamiz? Shunday olib alfani o'rniga qo'yib chiqsam bo'ladimi? Bo'ladi. Sinus kvadrat pi taqsim 6. To'g'ri, shunaqa. Bundan ham osonroq yo'li bor. Tepani joyini almashtirsam oldiga nima chiqardi? Shunda minus qos ichida 1 minus nima bo'lib qoladi? To'g'rimi? Taqsim 1 minus kosinus kvadrat alfa qaysi formulani beradi? Sinus kvadrat alfa. Ha, 1 minus sinus kvadratchi. Kosinus kvadrat alfami? Taqsimlar bo'lib qoldi. Sinus kosinusni sinusga bo'lsak, kotangens kvadrat alfami? Kotangens alfa. Endi, ya'ni to'g'ri, alfamiz nimaga teng?
bir taqsim olib kelib qo'yaman, bo'ldi, hisoblab qo'ysam bo'ldi. Bir taqsim 6. Necha gradus degani? Katangiz 30 gradus nimaga teng? Ko'chiniz 30 da ilzosi 3 taqsim ilzosi ekanda, to'g'rimi? Ilzosi 3 ning nimasi? Mana bu minus alohida turibdi. Buni ham kvadratga oshirib ketib qolmaydi tag'in. Tushundinglar? Qisqar. Xuddi shunaqa. Kvadrat bo'lgancha kvadrat. Xuddi boya 4-darajaligini ko'rdik-ku. O'sha narsada bu ham. Qaysi javob? Mas. Mana bumi? Ha, qaranglar, soddalashtiringlar. 1 plus kosinus alfani hisoblasa bo'ladimi? Yo'q, unaqa narsa yo'q. Lekin sinus kvadrat alfani nima deb yozsak bo'ladi? 1 minus kosinus pi tegmi? Qaranglar. Surat bor-ku, mana bunga 1 kvadrati ham 1 mi? Qaysi formulani eslatyapti? 1 marta minus 1 marta ikkalasi qisqarib ketsa nima qolar ekan? 1 minus kosinus. Qaysi javob? Mana shu javob. 4704. 4704. Hop, eshitamiz. Hop, alfamiz pi taqsim 6 ga teng bo'lsa, mana shu narsaning qiymati nimaga teng deb savol beryapti. Buni qarangizda, xullas bu yerdan hozir biz yana keltirib olishimiz kerak-da. Ya'ni mana bu narsalarga olib kelishimiz kerak hozir biz. Hop, kosinus kvadrat alfa plus sinus kvadrat alfa nimani berardi? 1 mi? Yozaman. 1 plus nima qoldi? Tangens kvadrat. Bu ham bitta formulamidi? Bu nimaga teng? 1 taqsim kosinus kvadrat alfa. Alfamiz nimaga teng? Pi taqsim o'rniga qo'yib hisoblaymiz. 1 taqsim kosinus kvadrat pi taqsim kosinus 30 gradus nimaga teng? 2 ning kosinus nimasi bo'ladi? Xo'p. Bu kvadrat bilan qisqararmidi? 3 taqsim 4. 1 3 taqsim 4 ga bo'lib yuborsanglar, 4 taqsim 3. Chunki matematik kvadrat turibdi. To'g'rimi? Chiqqan javobini nimaga oshirish kerak? Boya 4 turganini mana shu. Boya kelganida ko'rib berdim. Bunda 4 turadi. Savollar bormi? Oddiy hisobda. Keyingisi soddalashtiringlar. Nimani bilsanglar o'sha bo'yicha yoyib ketaverasizlar. Tushunarli? Tangens alfa nima deb yoyardik? Ha, buni ko'rib mana narsani 1 bo'ladi deb yozib ketib qolmaydi. Bu boshqa narsa. O'rtasida plus sinus alfa taqsim plus kotangenski kosinus. O'zimiz bilgan o'sha umumiy maxraj. Bunga nima keladi? Sinus alfa keladi. Bungachi? Sinus kvadrat plus kosinus ko'paytirsam kosinus kvadrat taqsim mana maxrajimi? Kosinus alfa ko'paygan nimaga? Xo'p, mana bu narsa nimani beradi? 1 taqsim bo'yapti meni. Nimaga? Mana bu asosiy kasr chizig'i bo'lib turibdi. Mana sal bo'yab qo'yaylik, ajralib tursin. Mana bu asosiysida, bu maxraj. Kosinus alfa ko'paygan sinus nimaga? Hisoblasak, tepaga chiqib ketadimi bu? Javob nima bo'ladi? Kosinus alfa ko'paygan. Qaysi javob? Qarang. Xullas buni maxraj mana 1 degani aslida 1 taqsim 1 bo'lar, to'g'rimi? Chunki mana bu asosiy kasr chizig'ida. Eng tepadagi 1 eng pastga ko'paytiramiz, o'rtadagilarni o'rtadagiga. Bari o'ch kelib chiqib qoladi. Shuni ishlasanglar ham bo'ladi. 1 bo'lingan mana 1 bo'lingan 1 taqsim kosinus sinus qilib ishlasanglar, aylanib ketadimi? Yana o'zi qoladi. Savollar bormi? O'tkangiz, soddalashtiringlar. Ikkita misolimiz qoldi, shuni tugataylik. Xo'p. Formula turibdimi, tayyor? Ochib ko'rsam bo'ladimi? Ya'ni sinus kvadrat alfa plus 2 ko'paygan plus kosinus
Mahraj nima turibdi? To'g'rimi? Minus 1 plus kotangens kvadrat alfa nimani berardi? Mana. 1 taqsim sinus kvadrat alfa. Yozib olsam bo'ladimi o'rniga? To'rtta bunga bo'lyapti. Mana bu ikkalasi nima beradi? 1 plus 2 sinus alfa kosinus taqsim mana kvadrat bor ekan, kvadrat. Oddiy bo'lib qoldimi? Mahrajlari bir xilmi? Bittasi yozilardi, to'g'rimi? Ayirib yuboramiz. 1 plus 2 sinus alfa kosinus alfa minus necha? Birlar nima qiladi? Xo'p. Mana bu kvadrat bilan mana bu sinus alfa ham qisqarsa bo'ladimi? Nima qoldi tepada? 2 kosinus taqsim sinus. Mana bu qismi nima beradi buni mana bu? Demak javob 2 kotangens. Nima savoli bor? So'raylar. So'raylar. Bo'ldi. Qizlar sizlardachi? Qiyin emasmi? Osonmi? Oddiy hisob-kitob. Elementar joylarni ham yozib ketyapman. Faqat formula. Bormi shunaqa javob? B. Xo'p, sal ajratib qo'yamiz buni. Keyingisidan xolos shu narsa -5 ga teng bo'lsa, kotangens alfa nimaga teng deb savol beryapti. Qaranglar. Ikkita yo'li bor-da. Sizlarga eng oson yo'li umumiy mahraj berib yuboramiz. Va bunga mahraj nima keladi? Kosinus alfa plus uzr. Bu x bo'lsa, bu ham x. Hop yozamiz. Suratida sinus x minus kosinus teng bo'lib qoldi. -5. To'g'rimi? Qo'l ochib yuborsak. Kosinus x -5 sinus x, to'g'rimi? Sinuslarni chapga olib o'taylik, xolislar kosinus olib o'taylik, farq yo'q. Kosinus olib o'taylik. Sinus olib o'tsa ham bo'lar ekan. Sinus x ga 5 ta sinus x qo'shsam, buni oldida 1 bor-ku. 1 ga 5 qo'shadigan bo'lsa 6 bo'ladi. Barobar -5 plus necha? 1 necha bo'ladi? Xo'p, eng asosiy joy mana shu. Bizga nima kerak? Kotangensmi? Kotangens degani kosinus taqsim nima bo'lardi? Sinusmi? Mahrajda nima turibdi? Sinusmi? Demak, men har birini mahraj nimaga bo'lib yuborishim kerak? Bular qisqaradimi? -4 ko'paygan. Mana bu narsa nimani beradi? Kotangens x. Tushunarli? -4 o'ng tarafga bo'lish bo'lib o'tadimi? 6 taqsim 4 teng bo'ladi kotangens nimaga? X ga. 2 ga qisqartirsanglar 3 taqsim kotangens x teng bo'lar ekan. Shunaqa javobmi? Yoki -1,5 bor. Nima ekan javob? Qani? -4, minus oldi. B javob ekan, B. Mana -3 taqsim 2 ekan, B. -4 bor, bu yoqqa o'tganda 10 tomonga o'tganda plusga aylanib. Yo'q, o'rtasida ko'paytirish turibdi. Buni o'rtasida plus bo'lganda, bu yoqqa plus bo'lib o'tardi. To'g'rimi? Minus bo'lsa ham plus bo'lib o'taveradi. Lekin bu yerda nima turibdi? Bu tarafda qiymati chiqmay qoldi, to'g'rimi? Shunaqami? Topmoqchi bo'lgan bo'lsam, shu bani agi bo'ladimi, to'g'rimi? Shunaqa. 4b ni a ga Bo'ladi. 6 ga bo'lamiz, to'g'ri. O'rniga qo'yib hisoblab olsam bo'ladi. Bo'ladi, undan ham chiqadi. Просто hammasi ko'rinib turgani uchun belgilash kiritib o'tirmadim. Xo'p, uyga aytib beraman. Yozib olasiz. O'chirmay turing, farq o'chirmay turing. Uyga vazifa sizlarga. Xo'p. 4679 dan yozinglar. 4679 dan
4679dan 4714gacha. 4714gacha yo'q. Oq to'plamdan, qaranglar, oq to'plamdan. Eshitib turinglar, oq to'plamdan. Xo'p, oq to'plamdan faqat bu yil topshiradiganlar ishlasa bo'ladi. Qolganlar ham ishlab ko'rsin, xohlasa agar. Xo'p, yozamiz. Birdan 5gacha, birinchisi bu. Birdan 5gacha. Bir yuz ellik beshinchi bitdan boshlanishgan. Trigonometriyaning asosiy ayniyatlari degan mavzusi. Birdan 5gacha ishlaysizlar. Keyin 11, 12, 11, 12, 14, 15, 17. Mabodo chiqmay qolsa darsda ko'rsatib beraman. 19, 24. Keyin bu yoqda ham bor ekan, 24, 30, 36. 36. Tugatib kelinglar. Chiqmagan savollar bo'lsa, iloji bo'lsa soat 2da kelinglar. Rohliroq. Mana soat 2da kelinglar.